هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am 128. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağı İbn-i Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-En'am 128. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Allah insanlarni, cinlarni hesap ölüş için toluq yığıdığan günni esligin. Bu günde Allah eytidu ki, ey cinlar camiasi, sizler nurgun adamlarını azdırdınlar. Ularning insanlardan bo'lgan dostları, ey Rabbimiz, biz bir-birimizden faydalandık. Biz emdi sen belgilegen vaqtda, yani kıyamet günüge yetdik. Biz emdi sen belgilegen vaqtga, yani kıyamet günüge yetdik, deydi. Allah, dövzak sizlerning joyinglardir. Sizler Allah'ның xohishiga bağlı qalda u yerda mangulik qalasizlar, deydi. Şübhisizki senin Rabbin hikmet bilen iş qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Allah Teala mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularga qissa qilib so'zlab bergan va ularni ogohlantirgan va'z nasihatingga qo'shib tuvandikinimi so'zlab bergin. Allah insonlarni, jinlarni hisob ilish uchun to'liq yig'adigan kunni esligin. Yani cinlarni ve dünyada cinlarga ibadet kılgan, ulardan panah tilegan, ularga boysungan ve azdırış için bir-biriga yalgan sözünü vesves kılgan cinlarning insanlardan bo'lgan dostlarını yığadigan kunni esligin. Bu günde Allah aytadi ki, ey cinlar camiasi, sizler nurgun adamlarni azdırdinglar. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Manga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Ularning insonlardan bo'lgan dostları, ey Rabbimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Yani cinlarning insonlardan bo'lgan dostları Allah Teala'ga mushundaq deb javob berdi. Hasan mundaq deydi. Cinlarning insonlar bilan o'zaro bir-biridan foydalanishi bo'lsa, cinning buyurishi insonning buyrug'iga amal qilishdan iboratdir. Ularning insonlardan bo'lgan dostları, ey Rabbimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Yani cinlarning insonlardan bo'lgan dostları Allah Teala mushundaq deb javob berdi. Hasan mundaq deydi. Cinlarning insonlar bilan o'zaro bir-biridan foydalanishi bo'lsa, jinning buyurishi insonning buyrug'iga amal qilishdan iboratdir. İbn Jurayj mundaq deydi. İslam kelishdan burunqi zamonlarda bir kishi biror joyga qo'nalg'i uchun tushsa, u kishi
men mushu jilg'ining cho'ngi, ya'ni jini bilan panoh tilayman deydi. Mana bu ularning bir-biridan foydalanganligidir. Şuna insanlar özlerinin mushu qilmishidan özri aytadi. Ammo jinlarning insonlardan foydalanishi bo'lsa, qilingan rivoyatga asosan insonlarning jinlardan yordam tilishi orqali insonlarning jinlarni cho'ng bilishidan iborat jinlarning insonlardan erishgan hurmatidir. Shuning bilan jinlarning katiboshlari biz inson bilan jinlarga xo'jayin bo'ldik deydi. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik deydi. Suddi bu belgilagan vaqtdan ularning o'ladigan vaqtlari ko'z tutilgandir deydi. Allah Devzaq sizlarning joyinglardir. Sizlar Allah'ның xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Ya'ni ey jinlar, sizlar va sizlarning do'stinglar bo'lgan insonlarning turar joyi va o'rinlashadigan o'rni devzaqdir. Sizlar devzaqda Alloh taolaning xohishiga bog'liq holda mangu qolasizlar. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisiga musallat qilamiz. Alloh taolo ba'zi zolimlarga hukmron qilib qo'ydiganlik to'g'risida. Alloh taolaning ba'zi zolimlarga hukmron qilib qo'ydiganlik to'g'risida. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisiga musallat qilamiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Muammar Qataдаning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo do'zaxda ba'zi zolimlarga ega qilib qo'ydi. Ba'zisiga ergishadi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi haqida biz jin va insonlardan bo'lgan zolimlarning ba'zisiga hukmron qilamiz deganlikdir deb bu oyatni o'z so'ziga dalil qilib o'qidi. Kimiki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Ya'ni biz jinlarning zolimlarini insonlarning zolimlariga hukmron qilib qo'yamiz. Bu vaqtda ba'zi shoirlar mundaq she'r o'qigan. Her qo'lning ustida bor Allohning qo'li, zolimga zolimdan kelar vaboli. Oyatning ma'nosi xuddi biz insonlar ichidagi ziyonlarga ularni ozdirib yetadigan jinlarni oyatning ma'nosi xuddi biz insonlarning ichidagi ziyonkorlarga ularni ozdirib yetadigan jinlarni hukmron qilib qo'yganimizdek, zolimlarningmi ba'zisi hukmron qilib qo'yamiz. Zolimlarningmi ba'zisiga hukmron qiladigan qilib qo'yamiz. Ularning zolimlik, yo'lsizlik qilganliklariga jazo berish uchun ba'zisi orqali halok qilamiz. Ba'zisidan ba'zisi orqali intiqom olamiz deganlikdir. Ey jinlar va insonlar jamiyati, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi erishishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kammidimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan. Ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qildi. İnson va jinlardan sizlarga payg'ambarlar kammaganmi deyish orqali ularni ayiblash to'g'risida.
Mana bu mu hem Allah Taala'nın kıyamet günü cin ve insanlar içinden kafirlığa kıldığan tenqitlerinin qatarındır. Allah Taala uladın peygamberlerinin ulağa Allah Taala tarafından elip gelgen vaziyetini yetkizgenlikini bilip durup sizlarga peygamberler kemmigenmi deb so'raydi. Bu peygamberlerinin kelgenlikini e'tirof qildirish uchun so'ralgan qaytirma savoldir. Ey jinlar ve insanlar camiasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib berdigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kammidimi? Mujahid ibn Jurayj ve ko'plagan salaf ve xalaf olimlarining deyishicha, payg'ambarlar faqat insonlardan bo'ladi, jinlardan payg'ambar bo'lmaydi. Payg'ambarlarning faqat insonlardan bo'ladiganligining pakiti Allah Taala'nın tüvendiriki ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz Nuh'a ve onundan keyinki peygamberlerge vahiy qilgandek hakikaten sana vahiy qildik. Hem de İbrahim'a, İsmail'a, İshaq'a, Yaqub'ның avlatlarına, İsa'ga, Ayyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahiy qildik. Davud'a Zaburni ata qildik. Biz nurg'un peygamberlerini avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana bayon qilganlarimiz mi ba, sana bayon qilmaganlarimiz mi ba? Allah Musa'ga bevosita söz qildi. Avatilgan peygamberlerden keyin Allah'ның oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etatdim ve itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Allah Taala'nın İbrahim aleyhisselam'a degan sözümü peygamberlerinin insandan bo'lganligining delilidir. İbrahim'a İshaqni, Yaqubni ata qildik. Yani İbrahim aleyhisselam ilahlık uchun qavmidan ayrılgandan keyin yaxshi farzand İshaqni berdik ve İshaqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdik. Onundan keyin peygamberlikni, kitapni, yani samavi kitaplarni onun avladığı xas qildik. Yani Allah Teala bu ayette İbrahim aleyhisselamdan keyin peygamberlikni ve kitapni onun avladığı xas qilganligini xabar qiladi. Bir alimning mu Peygamberlik İbrahim aleyhisselamdan ilgiri jinlarda idi. Ondan İbrahim aleyhisselamның peygamber bulup gelişi bilen jinlardan peygamberlik örülüp kalgan, jinlardan peygamberlik üzülüp kalgan degini yok. Bir alimning mu peygamberlik İbrahim aleyhisselamdan ilgiri jinlarda idi. Ondan İbrahim aleyhisselamның peygamber bulup gelişi bilen jinlardan peygamberlik üzülüp kalganı yok degini yok. Üzünüp kalgan degini yok. Allah Teala bu vaqtda yana mundaq deydi. Biz senden ilgari avatgan peygamberlerning hammasila albatta tamoq yeydi, bozorlarda menib yuratdi. Biz senden ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Bu işte jinlar insonlarga ergishidir. Şuna Allah Teala jinlardan xabar berib mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida bir türküm jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular öz qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: Ey qavmimiz, hakikaten biz Musa'dan keyin nazil bo'lgan, onundan ilgari kitaplarga uygun keladigan
uningdan ilgariki kitoblar uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanishdik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilguvchilar ochiq uni, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmovchilar ochiq gumrohlikdir. Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalomning jinlarga Sura Rahmanni o'qib berganligi kelgandir. Bu surada jinlar bilan insonlarga qarshi so'zlangan Alloh taolaning ey insonlar va jinlar jamiyasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob elishga yuzlanamiz. Ey insonlar, jinlar, sizlar Robbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar degan oyatlar bordir. Ey jinlar va insonlar jamiyasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib berdigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ya'ni biz haqiqatan payg'ambarlarning sen tarafdan bizga elib kelgan vazifalarini bizga yetkazganligini, bizning sana uchrashadiganligimiz bilan va mush kunning shaksiz bo'ladiganligi bilan ogohlantirganligini e'tirof qilamiz. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan, ya'ni ular qisqagina shu hayotida parvosizlik qilgan. Ular hayoti dunyoning rangarang ko'rinishlari, zinnatlari va havoyi havaslariga gullanib ketib, payg'ambarlarni inkor qilish va mo'jizalarga qarshilik ko'rsatish bilan halok bo'lib ketdi. Ular o'zlarining haqiqatan kafir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Ya'ni ular dunyoda o'zlarining payg'ambarlar ular elib kelgan dinga kafir bo'lganliklarini qiyomat kuni e'tirof qiladi. Bu shuning uchunki Robbing shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Robbing ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Bu shuning uchunki Robbing shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Ya'ni insonlar va jinlar ichidan birarsining da'vat uning yetib bormay nahaq azobga qolmasligi uchun biz ularga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ularning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymadik. Biz burun o'tgan ummatlarning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymagan edik. Biz kishilarni faqat ularga payg'ambarni avatib bo'lgandan keyin ularning iymon etganligi uchunla, iymon etmaganligi uchunla azobladik. Alloh taolo hamma kishilarga payg'ambar avatganligi haqida mundaq deydi. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan.
Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla şeytandan, yani şeytanga, butlağa, kahinlağa okşaş her qandaq ma'budga ibadet kılıştın yirak bulunla deb peygamber evettik. Peygamber evetmey turup hiç adamni cezalığınımız yok. Devzakka mükemmel, devzakka muakkel periştiler uladın. Sizlarga agahlandırgıcı, yani peygamber kelmegenmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga hakikaten agahlandırgıcı kelgan. Biz onu inkar qildik. Hamda biz Allah hiç adamga vahiydan birer narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unliqda didiq deydi. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Oxiratda her adamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning taatida yoki uning cheklagan ishlarida her bir adamning qilgan ishiga qarata martabalar va darajalar bo'ladi. Alloh taolo u odamni uning darajasi va martabasiga yetkazadi. Agar yaxshilardan bo'lsa yaxshi, yomonlardan bo'lsa yomon martaba va darajaga erishadi. Bu oyatning ma'nosining jin va insonlardan bo'lgan kofirlarning qilmishlariga qarata do'zaxda darajalari va martabalari bordir deganligining ehtimoli bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgir kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaratib, ey Rabbimiz, bular bizni ozdurgan, ularga ikki hassa do'zax azobi bergin deydi. Allah hammaga ikki hassa azob berildi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib ziyoda azob qilamiz. Rabbing ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning qilgan barliq qilmishlarini sening Rabbing biladi. Ular Allah Teala'ga uçurashgan chaqda, ya'ni qiyomat kuni ularning qilmishlariga jazo berish uchun Allah ularning shu qilmishlarini hisoblab o'zining yonida saqlab qo'ydi deganlikdir dedi. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-An'am tafsiridan 132 oyatgacha oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.